Assalomu alaykum. Instagram va YouTube sahifamizga videolar joylaganimizdan so'ng ko'pchilikda savol tug'ildi. Xadicha Sulaymonova o'zi kim? Biz ushbu savollarga javob berish maqsadida har kuni qisqa videolar chiqarishga qaror qildik. Bugun Xadicha Sulaymonovaning oilasi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Xadicha Sulaymonova ilk huquqshunos o'zbek olimi ayoli. 1913 yil 3-iyulda Vodiyda, Andijonda tavallud topgan. Otasi Sulaymon Kelginboy karvonsaroy ishchisi bo'ladi. Shu bilan birgalikda turkman, qozoq, qirg'iz, rus tillarida so'zlasha olar edi. Ayniqsa rus tilini mukammal bilgan. Onasi 6-aya zavod ishchisi bo'ladi. Shu bilan birgalikda o'zbek tili o'qituvchilarini tayyorlov kursida o'z savodini chiqaradi va ko'plab ayollarning savodli bo'lishiga xizmat qilgan. Xadicha Sulaymonova oilasida 4 farzand bo'lgan degan ma'lumotlar mavjud, ya'ni akasi Yusufjon, opasi Mo'tabar va ukasi Niyozbek. Xadicha Sulaymonova oilasida 3-farzand bo'lgan.